Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili deb e'lon qilingan 2020-yil turli ko'rgazma, taqdimot va madaniy tadbirlarga boy bo'ldi. UCell kompaniyasi esa bu masalaga ijodiy yondoshishga harakat qildi. Ya'ni 1-sentyabrdan 30-noyabrga qadar ommaviy axborot vositalari vakillari uchun tanlov e'lon qildi. Bu tanlov uchun jurnalistlar axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanishidagi ijobiy o'zgarish va moyilliklar aks ettirilgan ijodiy ishlarni taqdim etishlari lozim edi. Kuni kecha tanlov o'z yakuniga yetdi. Shunday qilib, eng yaxshi material muallifi UCell kompaniyasi tomonidan qimmatbaho sovg'a hamda faxriy yorliqlar bilan taqdirlandi. Bu esa o'z navbatida barchaga yangi yil bayrami kayfiyatini baxsh etdi. Televideniya, radio, gazeta, saytlar vakillari hamda blogerlardan iborat 43 nafar ijodkor mazkur tanlovda ishtirok etish taklifini bildirdi. Materiallar o'zbek, rus va qoraqalpoq tillarida qabul qilindi. Shunday qilib, tanlovda 18 yoshdan 83 yoshgacha bo'lgan ijodkorlar qatnashdi. У меня хобби, я все время пишу. Men har doim yozaman, ijod qilaman. Bu mening hobbim. Asosan boshqalar yozmaydigan mavzular haqida yozishga harakat qilaman. Masalan, nanotexnologiyalar, termoyadr sintez va robotlar. Aynan robotlar haqida yozgan maqolam uchun ham taqdirlandim. Eng yaxshi materiallarni tanlashda mavzuning qay darajada yoritilgani va muxlislar tomonidan bildirilgan fikrlar ham inobatga olindi. Natijada 3 ta 1-o'rin, 6 ta 2 va 9 ta 3-o'rin sohiblari tanlab olindi. Я отправила 3 статьи. Men 3 ta maqola yubordim. Asosan investitsiyalar haqida yozishni yaxshi ko'raman. Tanlov uchun yuborgan maqolam onlayn do'konlar haqida edi. Bu do'konlarni qanday ochish, rivojlantirish, bu borada mavjud muammolar haqida yozgan edim. 2-o'rin olganimdan juda ham xursandman. Tashkilotchilarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. UCell xodimlari bilan bu yil juda ko'p syomkalarga chiqdim. O'zbekistondagi eng baland 3000 metrda joylashgan bog'cha qishloqdagi antennadan tortib to Qoraqalpog'istonga Qo'ng'irotda joylashgan antennalargacha ko'rdim. Ularni qilayotgan ishlarini ko'rdim. O'zi aslida bu yil pandemiyada bular ham katta ish qilishdi. Ya'ni eng birinchi shu SIM kartani yetkazib berish xizmatini yo'lga qo'yishib, aloqa keyin eng birinchi shu pandemiyaga mos tariflar ishlab chiqdi, xizmatlar o'ylab chiqishdi. Buni ham e'tirof qilish kerak. Mehnatlari evaziga ishtirokchilar notebook, smartfon, hard disk singari qimmatbaho esdalik sovg'alari va diplomlar bilan taqdirlanishdi. UCell vakillarining qayd etishicha, kompaniya bundan keyin ham jurnalistlarning ijodiy va ijtimoiy faolligini shu kabi tanlov hamda qiziqarli tadbirlar bilan rag'batlantirishda davom etadi.